Tezkor muhim xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Jahonda va O'zbekistonda sodir bo'layotgan voqea hodisalardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritilmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Qo'shni davlatdagi gaz tarmog'ida kuzatilgan texnik nosozlik tufayli import qilinayotgan tabiiy gaz qisqargani sababli bir qator zarur choralar ko'rilayotgani ma'lum qilindi. Birinchi navbatda aholi xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlarini maktabgacha ta'lim tashkilotlari, shifoxonalar, oliy ta'lim muassasalari, issiqlik elektr stansiyalari va boshqalar tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash bosh vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois aholi xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlarida tabiiy gaz bosimini pasayishini oldini olish maqsadida mahalliy hokimliklar bilan kelishilgan reja grafikka asosan metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritilmoqda. Bu zaruriy choralar vaqtincha bo'lib, gaz bosimini me'yorga keltirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilayotgani aytildi. Holat haqida qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyiladi xabarda.